الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وارزقنا الإخلاص والعمل يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa Abul Barakat An-Nasafi rahimahullah yazgan Manarul Anvar namlıq usul fiqh kitabının şerhisi. Molla Ciyun rahimahullah yazgan Nurul Anvar namlıq bu kitabның biz oldingi dersimizde nimani so'zlab o'tgan edik? Qadoni vojib qiladigan sabab adoni vojib qiladigan sababning o'zidir. Qadoni vojib qiladigan omil adoni vojib qiladigan omilning o'zidir. Boshqa bir sababga ehtiyoj yo'q deb shu vaqt so'zlagan edik. Endi bunga bizniki Iroqlik mashayixlar va Imom Shofiy rahimahullahninki qarama-qarshi muxolif kelganligini so'zlab o'tgan edik. Endi bu yerda shu Imom Shofiy va bizniki Iroqlik mashayixlarimizniki xilofini tafsilini nima qiladi? Tafsili bayon qiladi. Musannif deydi ve inde Şafii rahimahullah. İmam Şafii rahimahullah'ın mezheplerinde la budde lil qada'i min nassin cedidin mucibin lehu siva nassil ada. Qada üçün qadani vacib qıladigan yeni bir nas, yani adanın naslidan başka yeni bir nas lazımdır deydi. Nas degan nima? Bilamsizlar? Ma huwa nas? Nas degan gap asli lug'at ma'nosi nas deganning tekst degan gap. Sizniki hadisning nasi desa mesela metin degan gap. Metin. Lekin usul fiqhdagi istilah başka. Yani delil degan gap. Delil salih. Yani uçuk bayanat. Uçuk bayanat. Tushunalmi? Uçuk bayanat. Bu uçuk bayanat nereden keladi? Delil ya Qur'ondan keladi, ya hadisdan keladi, ya icmodan keladi. Tushunalmi? Şu nas degandan ham bilamiz, yoki Qur'on, yoki hadis, yoki icmo'niki nima? Uçuk bayanat. Tushunalmi? Şu uçuk bayan deymiz. Nas degan ma'nosi uçuk bayan. La budda lil qada, yani bizga bir amalning qazosini qilish uchun chuqum shu qazo qilishniki qazosini qilishning qazosini vojib qiladigan yangi bir nas lozim, adoning nasidan boshqa. Adoning haqida kelgan delil, uçuk delildan boshqa yana bir delil bo'lishi kerak. Fa deb andoq bo'lgandan keyin qada'us salati va savm, namoz bilan ro'zaning qazosini qilish indahu İmam Şafii rahimahullah'ın mezhebida yuqorqi shu qoidasi nizomi usuliga asosan la budda yakuna bi qawlihi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki men nama an salatin ev nesiyaha felyusalliha iza zekeraha fe inne zalike vaktuha. Yani kimki bir namazdan uxlab qalsa, yani bir namazını vaqtida uxlab qalsa, uxlamay. Yoki u namozni unutib qalsa, nima qilsin? Felyusalliha iza zekeraha. Qachon shu namozni eslagan zaman shu namozni o'qisin. Shuni bu yerda bu hadisda kim ishadiki, eslagan hamon da fa'lan keltirsa, bir odam unutib qolgan namozni eslagan hamon nima qilish kerak? Shu hamon boshqa ish bilan shug'ullanmay o'qish kerak. Agar boshqa ish bilan isida bor turib, uyg'onib namozga harakat qilmay, boshqa ishlar bilan shug'ullansa yoki eslab namoz bilan shug'ullanmay, boshqa ish bilan shug'ullansa gunohkor bo'ladi. Shuningmi? Namozni qazo qilgan gunohkor bo'ladi. Ammo uyg'onib isi kelgan namozlar o'qisa-chi, gunohkor bo'lmaydi. Yani özürlük qabul qilinadi. Fa inna zalika vaqtuha, chunki ana shu, yani uning asliga vaqti, zalika ishoratlarga ay vaqtu zikr, yani vaqtu tadakkur. Asliga vaqti unutib qolgan namozni yoki uxlab qolgan namozni uyg'ongan vaqti, unutib qolgan namozning asliga vaqti nimadir? Shu namozning vaqtidir degan. Endi demak İmam Shofiyniki mazhabi bo'yicha mushu hadis nimaning dalili? Namozning qazo qilgan namozniki, yani uxlab qolgan yoki unutib qolgan namozniki dalili bu. Mushu dalil bilan qazo qilish vojib deydi. Ro'za haqida desa Alloh taolaning qavli فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَامٍ اُخَرٍ. Ro'za haqida. Yani Allah Teala deydi ki kimki sizlardan kisal yoki safar ustida bo'lsa, boshqa bir kunlarda, yani bo'lsa bir mahsubat var. Bo'lsa shu safar sababli, kisal sababli yoki safar sababli ro'za tutamasa fa'iddatun min ayamin ukhar. Yani keyin kisal bo'lsa kisalni saqlagandan keyin
safar bo'lsa, safardan muqimlashgandan keyin, yurtga qaytgandan keyin qancha kun ro'za tutmagan bo'lsa, shuncha kun sanab ro'za tutyapsin degan oyat. Endi mana shu oyat nima haqida? Ro'zani haqida keldi. Demak, ro'za bilan namozniki qazosini qilish mana dalil bilan keldi. Undan boshqa dalil yo'q narsalarga cho'qim bir nima bo'lish kerak? Uning bir yangi nas bo'lish kerak. Yoki ash yangi nasning o'rnida turadigan bir sabab bo'lish kerak deydi Imom Shofiy. Ham bizga deydiki: "Va ma lam yalidin nasu fihi." Endi u haqda nas kelmagan. Nas kelmagan masalalar bo'lsa, masalalarda innama yathbutul qada'u bisababi at-tafwit alladhi yaqumu maqama nasil qada. Yani qada nimda qazo qandoq yo'l bilan sabit bo'ladi desa, qada bisababi at-tafwit alladhi yaqumu maqama nasil qada. Qadaniki nasning o'rnida turadigan tafvitning sababi bilan qada sabit bo'ladi. Ya'ni tafvit deb bir narsa bor, tafvit. Tafvit degan gap, ya'ni namozdagi vaqtini o'tkazib o'tish. Uxlab qolmay, unutib qolmay, balki namoz vaqtini o'tkazib o'tish, qasdlab o'tkazib o'tish. Bundan nima o'tab, bundan bir savallik o'tkazib, buni xato o'tkazib, namoz vaqtini o'tkazib o'tish, undan boshqa aqanda nazr qilgan, vojib bo'lgan amal ibodatlarning vaqtliq nazrlarning hammasini vaqtini qasdlab o'tkazib o'tish nima? Tafvit deb ataladi. Tafvit degan nimaning alomati? To'lamning alomati. Omonat masalalarimi har qanday masala omonat qilgan bo'lsa, bir odam tajovuz qilgan, ta'addi qilgan bo'lsa nima qiladi? To'laydi. Damon kelganiga damon vojib bo'ladi. Agar ta'addi bo'lmasa-chu, damon vojib bo'lmaydi. Xuddi shuningdek namozdami tafvit bo'lsa, qasddan zo'r bilan qazo qilayotgan bo'lsa, bunga kelganiga vojib bo'ladi. Agar anda tafvit bo'lmasa-chu, ya'ni bir odam masalan kasallik qilibdi. Namoz haqida. Ro'za haqida oqmaydi. Kasallik qolsa qilganligi vojib oyat bor. Shundami? Bir odam namoz haqida bir odam oyinib ketibdi masalan. Oyinib ketib, bir kundir oyinib ketibdi. Keyin o'sha gap desa, Imom Shofiy namoz nima deydi? Buni qazosi kelmaydi deydi. Bir odam jilg'ilab qolibdi masalan. Aqli ketibdi. Keyin aqli ketgandan keyin aqli kelib saqlagan chog'da bu namozniki qazosi kelmaydi deydi. Nimishqa? Bundan tafvit tepilmadi. Ya'ni qasddan qazo qilib o'tish tepilmadi. Shuning uchun buning gadindan saqit deydi nima? Imom Shofiy rahimahulloh. Ya'ni chunki favutning o'zi uniki o'zi ixtiyor emas, balki tashqi ixtiyor, samoviy ixtiyor bilan, Alloh taolaning ixtiyori bilan buniki amal ibodatlarni qilolmay qilishi degan gap favut bo'lishi. Bu nima gadinga nima qazoni vojib qilmaydi deydi Imom Shofiy rahimahulloh. Lekin bizda bu sabab bilan emas. Bizda qazoning vojib bo'lishi bu yangi sababdan bo'lmagan, balkidan bo'lgan. Dastlabki shu aqimus salah degan oyat qazoning vojib bo'lishiga o'zimiz turaverdi. Bir odam kasallik qilib, masalan, bir kecha kun rushida ketgan bo'lsa, rushiga kelgandan keyin bir kecha kunduz namozini nima qiladi? Qazosini o'qiydi. Agar bir odam jilg'ilab qilib, aqlni sog'lab qilib, aqli kelgandan keyin butun shu sog'lab qolgan vaqtdagi namozning qazosini nima qiladi? O'qiydi. Kelganligi vojib o'xshash. Ammo aqli kelmay o'ylab ketsa-chu. Kasallab saqamay deb kelsa-chu, jannat deymiz, la yukallifullohu nafsan illa wusaha. Tushundingmi? Lekin bizning mazhabimizda ba'zida namoznikimi kasallab ketgan bo'lsa, namoznikimi fidyasini birdi degan bir ko'z qarash ham bor. Uni vaqti kelgan deymiz. Hocam nima deyapti desanglar? Va ma lam yardin nasu fihi inma yathbutu al-qada bisababi at-tafwit alladhi yaqumu maqama nas al-qada. Xo'sh. Amda andavanda fala tadhharu thamaratul khilafi baynana va baynahu. Anda Imom Shofiy mu tafwitnikimi qadas keladi. Dalil kelganimi qadas keladi. Demak biz ikkimizga o'xshashgan. Nada ixtilof qilgan desa, ixtilof faqat lam nada ishkor bo'ladi illa fil fawat. Ya'ni o'zi payt bo'lgan namozlar, ya'ni masalan bir odam kasallik qilib namoz o'qimay qolibdi masalan. Namoz masalan. Bir odam jilg'ilab qilib aqlini ketib qilib namoz o'qimay qolibdi masalan. Masalan, mushuningdan ham nima ixtilofning o'zi bishadashkor bo'ladi. Imom Shofiy nima deydi? Qazo vojib bo'lmaydi deydi. Imom Azam nima deydi? Qazo vojib bo'ladi deydi. Mana shu. Fa indana yajibul qada'u fil fawat. Bizning mazhabimizda qado payt bo'lgan namozda qado vojib bo'ladi. Bizning mazhabimizda payt bo'lgan namozda qado vojib bo'ladi. Nimishqa? Chunki adoni vojib qilgan nas qadoni vojib qiladi. Tushundingmi? Bizning mazhabimizdagi adoni vojib qilgan nas qadoni vojib qiluvchidir.
Ama İmam Şafii rahimahullah karşı düşüyor dese yok. Qada vacib qo'ydi. Nimishqa? Chunki qadoning vacib bo'lishi İmam Şafii'ning mazhabida yangi sabab bilan bo'ladi. Yangi sabab bilan. Nima yangi bir sabab bilan bo'ladi? Chunki bu yerda yangi sabab bilan bo'ladi ya yangi bir sabab bilan yoki yangi sababning o'rnida turadigan bir sabab bilan. U bo'lsa tafvid masalan. Bu yerda nima topilmadi? Yangi sabab topilmadi. Uning o'rnida turadigan sabab topilmadi. Anda bo'lgandan keyin favat degani o'zi favat bo'lgan namozlarda nima bo'ldi? Qada vacib bo'lmaydi deydi İmam Şafii rahimahullah. İmam Şafii rahimahullahning mazhabida ikki qawl bo'ldi. Ikki açma qawl bor. Yani bir qawl hozir deydi. Masalan, vaqila deyildi el-favatu aydan qaimun maqaman nassi ket-tafvid ve la tazharu samaratul khilaf illa fi't-tahlil. Bu çaqda deyilibdi. Yani bu Şemsul Ayyimma ve bizdeki maşayihlarimiz Şemsul Ayyimma shunda degan. Deyilganki favat ham yani namazın vaktindeki ütüp ketişini bilen yukarıdaki üzerine niyet kılıp emez, kastedik emez. İşki sallam kılıp yani pöğüt bulup ütüp ketişi hem nesliki xuddi tefvid kastlep bu ütü vaktini ötküzüp etiş neslinin ornuda turgandek favat hem neslinin ornuda turudu değildi. Bu bizdeki Iraklık maşayihlerimizden Şemsil Ayyimme'dek imamlardı mesela. Ve yani bazen Şafiilerden kelgen kavlemdi bu. Müde kavlimi keldi. Eğer bunda bozuşu degende vela tezhar uçakda ihtilafının meyvesi, semerisi fakat lam tehric. Hüküm çıkıştı lam aşkarı bulundu. Yani biz qanday bo'ladi faindana yani bizning mazhabimizda yajibu bil filkul bin nasl sabiq. Yani hammizda yani nas kelgan bo'lsin, nas kelmagan bo'lsin, pöt bo'lgan bo'lsin yoki tafvid, pöt qilayotgan bo'lsin, hammizda nima ilgirki nas bilan dastlabki adoni vojib qiladigan, adoyi vujub sabab bo'lgan ilgirki nas, ya'ni aqimus salat degan bilan ham vojib bo'ldi deymiz. Tahrij bu nima deb ataladi? Tahrij. Tahrij degan dalil chiqarish, hukm chiqarish. Va indahu İmam Şafii mazhabida çoğu yajibu bin nasl jadid aw bil fawati ve tafvid. Yani bu yerdagi namoz qazo vojib bo'lgan namoz ya yangi nas bilan Peygamber sallamdagi kim uxlab qolsa yoki unutib qolsa degan nas bilan yoki bil favat degan gap bu kisallab qilib hushidan ketib yoki aqldan ketib kim kelgan favat bilan yoki tafvid o'zi qasddan qazo qilib vaqt o'tkazayotgan tafvid bilan bu uch sababning biri bilan nima qado vojib bo'ladi deydi. Demak bu chaqda biz tahrijda farq bor, undan boshqa farq yo'q. Endi diqqat qilgan masala. Hozirgi zamondagi Vahobiy deganlar nima deydi? Namozning qazosi yo'q deydi. Bir odam qasddan namozni qazo qilgan bo'lsa kofir bo'ladi. Kofir bo'lgandan keyin kofir degan bunun butun shariatdagi hukmlariga ko'tariladi. Bu qayta iymon etsa, buniki ilgari qonunlar hammasi bagalab ketdi, qonunlar bir bagalab ketdi. Qayta iymon etib namoz o'qisa, unga qazosi kelmaydi deb kim Vahobiy bunda so'zlaydi. Tushunarmi? Bu Vahobining mazhabini ya İmam Şafii demigan, ya İmam Azam demigan, İmam Malik, İmam Ahmed davomliq ya Şafii bilan bo'ladi, ya Hanefi bilan. Tushunarmi? Nima uchun bu yerda davomli Şafiining gapi chiqdi, Maliki, Hanbalining gapi chiqmaydi desanglar, İmam Ahmed bin Hanbal bilan Maliki yoki kim bilan bo'ladi? Hanefi bilan bo'ladi yoki Şafii bilan bo'ladi. Tushunarmi? Demak, to'rt mazhabning hammasi gapi mishadi chiqdi degan gap. Anladingmi? Vahobilarning gapi ham hech qanday bir din chiqmaydigan gap emas. İntayin xatarlik mazhab. Nima deyapti o? Endi va qadaul hadar. Yani yeni bir dalil keltirdi demedi. Bizning mazhabimizga yerdan berdigan va Şafii mazhabiga yerdan berdigan masalani ikkini bayon qilib, qo'shimcha qilib bayon qilib berdi. Va qadaul hadari fi safar. Endi hadarda degan gap shaharda degan gap, yurtda, o'zining yurtida qazo bo'lgan namozni safarda ado qilsa, safarda qazosini qilsa, qancha rakat qiladi? 4 rakat o'qiydi. Bir odamning yurtida qazo bo'lgan namozni safarga chiqqanda birga vaqt deb qilib, qazosini o'qiyman deb qolsa, 2 rakat o'qamdi, 4 rakatmi desa 4 rakat o'qiydi. Va qada'us safari fil hadar rakatayn. Safarning qazosi hadarda degan yurtda 2 rakatdir deydi. Ya'ni bir odam safarda yurtga paydo bo'lganda safarda o'qilmay qolgan namozni o'qiydi, qancha rakat o'qiydi? 2 rakat o'qiydi. Men miyada 4 rakat o'qidim, 4 rakat o'qiydi demaydi. Men safarda 2 rakat o'qidim, 2 rakat o'qiydi demaydi. Ya'ni va qada'ul jahri fin nahar degan
uylik o'qiladigan namozlarning, ya'ni namozsham bilan o'qib demek mesela. Namozsham o'qib demek. Uylik o'qiladigan namozlarning kunduzlikda qazosi oshkora bo'ladi. Jahran degan gap oshkora bo'ladi. Yani agar kunduzgi o'qisa-mu, jahr namozlarini qanday o'qiydi? Uylik o'qiydi. Va qada'us sirri fil layl. Hamda sir, yani maxfiy o'qiladigan namozlarning, mesela peshim, asrga o'xshash maxfiy o'qiladigan namozlarning qazosi kechida o'qilsa, sirran maxfiy o'qiladi. Kechida o'qilsa-mu yana maxfiy o'qiladi. Nima degan mushu qoida nima qiladi? Yuayyidu ma zakarna. Mushu dabit bizning zikr qilgan nimamizni kuchlantirdi. Yani bizning zikr qilgan gapimizni kuchlantirdi. Qanday shaklda? Chunki mushu masalalarning hammasi qada ilgirki bir sabab bilan vojib bo'lgan deganga dalolat qiladi. Tushunarmi? Mushu masalalarning hammasi qada ilgirki bir sabab bilan vojib bo'lgan. Endi o'gandan keyin biz safarda nima uchun yurtda 4 rakat farz bo'lgan namozni safarda 2 rakat o'qimay bizga hozir namozimiz 2 rakat ber. Chunki nima uchun 4 rakat o'qiymiz? Chunki menga gadinlik dastlabda men vojib bo'lgan sabab nima edi? 4 rakat edi. Shu sababdan men safarda ham buni 4 rakat o'qiyman. Xuddi buni aksi shunday. Farzdachi pishim shamlachi men pishim namoziga ishni o'qigan namoz shundaymi? Bunaqa oqshom vaqti uylik o'qiydi, vaqtda o'qsammi, qanday o'qiyman, ishimda o'qiyman. Sham vaqtida uylik o'qigan namoz bu qazo qilib ketgan bo'lsa, kunduz o'qsammi, yana buni uylik o'qiyman. Demishqa, dastlabda vojib bo'lgan, qanday vojib bo'lgan? Uylik holatda, mana sir holatda. Shu bo'yicha dastlabki sabab bo'yicha o'qiyman degan. Bu bizniki dalilimiz kuchaytirdi. Ma usul, ma dabit. Yani ve qada'u sahihi salatul marad. Endi saq odamning salatul marad kisal namozining qazosini qilishi. Saq odamning kisal namozini bi unvoni sihhat degan gap, saqliq unvoni bilan qazosini qilishi. Buni degan gap. Masalan, bir odam saqiyibdi, kisallab qolgan joyda o'qimagan namozning qazosini qilaman degan bo'lsa, qanday o'qiydi? Saqliq unvoni bilan o'qiydi. Çünkü bu sakta bu. Mesela. Qanday desanglar, bir adam kisalab qolgan odam mesela o'tirib namoz o'qimaydi. Ya o'tirib o'qishi mumkin, ya yetib o'qishi mumkin. Kisalab qolgan odam, ha? Endi bu odam saqibdi. Kisalab qolgandan keyin shu o'qimay qolgan namozni yetib o'qimdi, o'tirib o'qimdi. Agar o'tirib o'qiydi. Nimishqa? Buni siz bu yetib o'qitgan chog'ingizda qazo olgan, yetib o'qima demaymiz. Siz o'tirib olgandan keyin o'tirib o'qish deymiz. Shundaymi? Mavqaydi. Ve qada'ul maridi salata sihhati bi unvanil marad. Kisal odamning saqliq namozini, saq vaqtidagi namozini qazosi qilishi kisal unvoni bilan bo'ladi degan gap. Ya'ni kisal odam endi kisalab qilib sal Alloh taoloning qonuni uylab qolsam qanday qilaman? Endi saq vaqtimda qazo qilgan namozimni qazosini qilib o'tayapti deb o'qimoqchi bo'lsa, kisal odam qanday qiladi? O'zini qodir bo'lgan shaklda o'qiydi. Ya'ni o'tiramiz yetib bo'lsa o'qiydi namozini. Tushunarmi? Demek ma'lumini güçlendirdi ise yuayyidu ma zekara. İmam Şafii rahimehullah zikr qilgan qoidani güçlendirdi. Çünkü ma'ishki masala nimaga dalolat qiladi? Qazoniki vojib qilgani, qazoni vojib qilguvchi adoning sababining g'ayriligini dalolat qiladi. Demek ma'ishki mazhabdan nimani qazoni vojib qilishning sababiki bu sabab adoning vojibining g'ayri. Çünkü bu yerda unvonu siha. Çünkü bu yerda saqliq holati bo'lgandan keyin o kasallik holatidagi holatdagi namozni o'qiolmaydi. Anda shaklda. Cho'qim saqliq holatida o'qish kerak. Saqliq unvonida o'qish kerak. Kasal holatida uchun saqliq holatida o'qiolmaydi. Kasal unvonida o'qish kerak. Degan Ma'u İmam Şafii rahimehullah qavlini kuchlantirdi deydi. Xo'sh. Thumma ha huna amdi bil masala bayon qilinib bo'ldi. Thumma ondan keyin ha huna bu yerda bizga Şafiilar tarafdan kiradigan mashhur bir savol bor. Bu savol bo'lsa, bu savol bo'lsa shuki, agar bir odam Ramazon oyida itikof qilishga nazr qilib, ro'za tutib, itikofdan tusib qo'ydigan biror kasalning sababidan itikof qilmagan bo'lsa, la yaqdi itikofa fi Ramazon oxir. O'zining bu itikofini yana bir Ramazonda qazosini qilmaydi. Balki bu itikofini bel yaqdihi fi zimni savmin maqsud. Yani maqsad qilingan bir ro'zaning qatorida, ya'ni ro'zaning ichida bo'lsa, nafl ro'za bilan itikofining qazosini qiladi. Walau kana al-qada wajiban, agar qado vojib bo'lsa edi, bi sababillazi awjaba adani vojib qilgan sabab bilan vojib bo'lsa edi,
Bu Allah Teala'nın kavli vel yufun udurahum. Ularning nazriga vafo qilsin degan qavli bilan bo'lgan bo'lsa edi, la vajaba an yasihal qada'u fi Ramazan as-sani. Ya'ni qado ikkinchi Ramazonda bu itikofning qazosini qilish durust bo'lgan bo'ladi. Durust bo'lishini vojib qiladi. Yoki durust bo'lishi vojib qiladi. Kama sahal ada'u fi Ramazan al-awwal. Xuddi birinchi Ramazonda ado durust bo'lgandek. Kama huwa mazhabu Zufar. Bu İmam Zufar rahimahullohning mazhabi bo'lgandek. İmam Zufar rahimahulloh nima deydi? Kama sahal ada'u fi Ramazan al-awwal. Birinchi Ramazonda ado qilish durust bo'lgandek, ikkinchi Ramazonda ado qilish durust deydi İmam Zufarning mazhabida. Ev yasqutal qada aslan. Qada bivosita aslida saqt bo'lishi. Qazo vojib bo'lmasligi lozim keladi. Nimishqa li adami imkani as-sawm alladhi huwa shartuhu kama huwa mazhabu Abi Yusuf. Ya'ni bu itikofning sharti bo'lgan ro'zining imkoniyati bo'lmaganligi uchun şu İmam Abi Yusuf rahimahullohning mazhabidagidek. Abi Yusuf rahimahulloh nima dedi? Bunga qado vojib bo'lmaydi dedi. Shunga fa'ulima anna shu bilindiki sebebel qadoning sababi bu yerda tafviddir. Tafvid. Zo'r vaqtni o'tkazishdir. Nima emas? Aslidagi sabab emas. Va tafvid degani biz bir narsani vaqtni o'tkazish degan gapning o'zi bu sabab mutlaqun anil vaqt. Vaqt bilan qaytlanmaydi. Vaqt bilan qaytlanmaydi. Mutlaqdir. Fayansarifu anda vaqtkin fayansarifu ila al-kamil. Bu kamil holatga qaytadi. Ve huve savmul maksud. Bununki itikafның kamil haletinden qalsa maqsad qilingan ro'za bilan tutish deydi. Endi buni sizga o'zi tushuntirib bermoqman. Fa'ajabal musannif rahimahullah. Musannif rahimahullah Şafiilarning keladigan mushu e'tirozga, mushu savolga javob berib mundaq dedi. Ve fima iza nazara ay ya'takifa shahr Ramazan. Endi Ramazan oyida itikof qilishga nazr qilib, ro'za tutib va itikof qilmagan masalada qadoning maqsadlik ro'za bilan vojib bo'lishi nima uchun desa, li'audi shartihi ila al-kamal. Bu qazoniki shartining kamalga degan kamolatga qaytganligi uchundir. Nimishqa la li'anna al-qadaa vajaba bi sababin akhar. Qadoning yana bir sabab bilan vojib bo'lganligi uchun emasdir deydi. Buni bir şeyde hammasini tushuntirib berdi. Masalan, oddiy tushuntirib beray, oddiy. Tushunammi? Ya'ni bir odam nazr qilibdi, men Ramazon oyida itikof qilaman deb. İtikof qilaman deb nazr qilib, uning keyinidan bu odam bu kasal sababli itikof qilolmabdi, lekin ro'za tutib yuribdi. Nima qilib qo'ydi? Chunki agar ro'za tutmagan bo'lsa desa, ro'za tutmagan bo'lsa buni o'zi boshqa. Agar ro'za tutmagan bo'lsa, kilayidagi Ramazonda qazosi bo'laveradi. Ro'za ikkisi holatda. Ammo ro'za tutibdi, nima qilmabdi? İtikof qilmabdi. Bunda holatda bo'lib qolgan bo'lsa, nima bo'ladi? Buning qazo vojib bo'ldi, lekin Allohning nafl ro'za bilan. Nima uchun? Chunki qazo deganda men qazoyimni nima qilaman desa, o Ramazonning ro'zasi bilan tutaman desa, kelaylik bu Ramazonning o'zgardi, bu vojib tutmoq gunohkor bo'ladi. Lekin bu itikofni o'zi nima qildi o? Vojib emas narsani o'ziga vojib qildi. Asli bu qanday vojib? Asli qoidada qanday vojib bo'lgan gapini bilamsizlar? Asli maqsadlik ro'za bilan va itikof birga vojib bo'lgan. Men itikof qilaman degan aman ro'za avtomatik oldin bo'ladi, vojib bo'ladi. Chunki itikof degan ro'zasiz itikof joiz bo'lmaydi. Tushunarlimi? Endi nima uchun shu yilning Ramazonida durust bo'ldi desa, shu yilning Ramazoni nima fazilatlik. Shu yilniki Ramazon kilaylimi fazilatlikda u joyda qada, majalicha ada. Ya'ni shu yilning Ramazoni Ramazon oyining fazilatli bo'lganligi uchun shu sababdan uning maqsadlik ro'za bo'lmasimi u? Ya'ni o'zi tutqisga tutoladigan, tutqisgamizni tutolmaydigan, o'zining haqqi bo'lgan ro'za emas. Ramazon ro'za degan Allohning haqqi tutmasa olmaydi, tushunarmi? Endi shu maqsadlik ro'za bo'lmasimi Ramazonniki fazilatiga qarab biz mayli dedik birinchi adada. Ammo qazo qilib tafvid qilib vaqtni o'tkazayotdimi? O'tkazayotgandan keyin bu nima kamal qoidasi. Kamal degan gap asli qoida nima kerak edi? Xuddi namozni masalasi bor so'zlab o'tdik, o'zining haqqi bo'lgan namozni o'qiladi dedi qazodi. Alloh taoloniki bu yerda qazoni qilaman deb vojibni meni qazoni qiladimiz hisob bo'lmaydi. Cho'qim nafl namozni bilan o'qish kerak dedikmi? Xuddi shuningdek bu itikofni cho'qim nafl ro'za bilan, ya'ni Ramazonda emas, Ramazondan boshqa vaqtlarda nafl ro'za bilan qilish kerak, ado qilish kerak. Shuni asli holatiga qaytib qoladi. Chunki Ramazondan fazilati deb ketgandan keyin. Tushundingmi bu masala? Endi buni biz qattiq qilib qarshilab boshlayapmiz hozir.
Yani fi surati nazara yatiki yani mushu ma'lum Ramazonda itikaf qilishga nazar qilgan suratda ani ro'za tutsa va bir kasalning sababidan kasaldan iborat tusalg'ini sababini itikaf qilmagan bo'lsa innama vajabal qado ve qadonun vacib bo'lishi bi sawmin maqsud yani maqsad ro'zadan bo'lsa naflidir nemish qalsa li audi shartil i'tikaf ila al kamal itikafning shartining kamoli qaytqanlik shundir u kamal sharti kamal qaytqanlik nemish bo'lsa nafli ro'zadir لا لأن القضاء لا لأن القضاء وجب بسبب آخر قضاء ينبل سبب لا واجب بغلق شنو ما استرسل كما زعمتم سلاكم من قاندك وتقريره بنكي تفسيرات من ذلك أن الاعتكاف تجن لا يصح إلا بالصوم فقط رزق لم درس بلده فإذا نذر بالاعتكاف أم بأدم اعتكاف قلش قل نذر قلسا فقط نذر بالصوم رزق تشق نذر قام بلده أبتمات kaldı فكان ينبغي ينبغي أن يجب الصوم المقصود بابتداء بمجرد نذر الاعتكاف فقط لم اعتكاف نذر قلش بدالله baştalam ne oluş gerek baştalam maksatlık maksatlık ruza vacip qilish kerak boshda bunga geldiğinde qandolat vacip bo'lgan nabdu ruzula vacip bo'lgan bu shunday ama velakin şerefur ramazan hadir biroq hozir qilmish ramazonning sharafi aradahu uni bilan qarshilashib qoldi li'annal ibadata çünkü ibadat ramazonning boshqa vaqtida qilgan ibodatdan afzalroqdir fantaqalna min as-sawmil asli biz asli maqsadlik bo'lgan ro'zadan mushu ila sawmi ramazon hada sharafil arz mushu to'g'ri bo'lgan sharafniki to'g'ri bo'lib kelgan mushu sharafniki sharaf uchun ramazon ro'zasiga yetkeldik valamma fata sharaf ramazon endi bu ramazonning sharafi ko'plab bitib ketdimi adat sawmi ila kamal ro'za o'zining kamoliga qaytib qoldi degan gap ya'ni va huwa sawmul maqsud bo'lsa asli maqsadlik ro'za ya'ni a'ni sawman nafl tag'ma addiylar nafl ro'za فكأنه خد bu mesele خد şen sadara hükmün Allah Teala'nın en sumun nefle ve atekifu fi nefle tutup itkap kılınlar diyendek bir hüküm sahibi olgandek oldu. Vel hayatu ila Ramazan thani ikinci Ramazangacha bir adamın hayat turuşu mevhum bilgili olmaydı. Li'ennehu vaktun medid çünkü bir ayda uzun bir vakit yestevi fihil hayat vel memat bu vakta bir adamın hayat turuşu ülüşü beraber ülüşü mümkün hayat turuşu mümkün. Anda oğandikin gap nagi çıkıldı nefli ruzu bilen itkap kılışı çıkıldı. Halas. Thumma iza yasum andinkin bu maksatlik ruzunu tutsa ve yasum savman maksuden bu adam maksatlik bir ruzunu tutsa ve ca'a Ramazan thani ikinci Ramazan kelse lem yentakil hükmullahi Teala ila hadar Ramazan thani Allah Teala'nın hükmü ikinci Ramazan'a yetkelmeydi ve innema ikinci Ramazan'a yetkelmeydi. Hoş hem gap tügülmüş hadi. Demek şu nefl ruzu bilen kılışka itkafını şunu ama itkafı yetkelmeydi. Maksat bu şu. En ve innema kâle beşideki bir gapında yapamazlık yani fesâmı öyle mi yatekib diyen bir gap var. Yani ruz tutsa itkaf kılmasa diyen bir gap var. Nemiş ki bunu sâmı öyle mi yatekib deydi çünkü idâlem eğer ruzu tutmagan bolsa eğer bir adam kiselin sebebinin ruzu tutlanmaptı itkaf mı kılanmagan bolsa dese mena'a mines savmi لماذا من عمل الصوم فحينئذ şu çağda yecuzul itikaf fi qadai Ramazan elbette. Şu çağda Ramazanның qazasida itikaf qilishi joiz bo'laverdi. Degan gap ashkilar oldingi kelgan Ramazonda buniki itikafni qilsa bo'laverdi u chaqda. Agar ro'za tutmagan bo'lsa, ammo ro'za tutib qo'ygan bo'lsa shu bu chaqda cho'qim nima qilish kerak? Ro'za tutib qo'ygan bo'lsa, cho'qim shuni nima qilish kerak? Bu komil ro'zadan birini tutup oshuni itkaf qilish kerak deydi. Va oxir davona alhamdulillahi robbil alamin.